Taza haftanı maşinlarımıza benzin quyish bilan başladı. Xudo xolasa endi bu haftalarimiz ham bereketli o'tadi degan umiddamiz. Nechun desa, Chinobodda yilda benzinlar bereketli, ko'p kilometr yuriydi. Bu yerda yana 98 ham kelibdi, 95 toza svejiy kelibdi. Vagondan hozir tushirdilar. Eldalardan qo'shirib aytib taqlab turibdilar. Bereketli yere gelsangizlar, ishlaringiz ham unumi bo'ladi, bereketi bo'ladi. Sifatli benzinlar, bereketli benzinlar kerak bo'lsa, Chinobod o'ylab kelaverasizlar. Yana bunda Qarabayir krugi Urganch shahardan chiqaverishda, Tandiri chiga qarab yetaverishda, injurda joylashtiribdi. 24 soat haftasini 7 kun xizmatlaringizda sifatli, svejiy, kilometr beradigan bereketli benzinlarni shu yerdan quydilaverasizlar. Yana yandan ham yotib turibdilar, bir remont bo'lganligi sababli.